Men aniq bilamanki, siz galochka nima ekanligini bilganingizdan beri hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham biror bir galochkani olishni orzu qilgansiz. Albatta bilmasangiz kerak qanday qilib galochka olishni. Men bugungi videoda galochkalar qanday olinishini, qanday galochkani siz olishingiz mumkinligini va eng oson olish mumkin bo'lgan galochka haqida to'liq ma'lumot berib o'tib ketaman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va kelasi video mavzusini kommentariyaga yozib qoldiring. Biz o'sha mavzuda video olishga harakat qilamiz. Siz tayyor bo'lsangiz men tayyorman. Biz bugungi videoni boshladik. Demak, videoni boshida men qanday galochkalar mavjudligini va ularni kimlar olishi mumkinligini aytib o'tib ketaman. Demak, birinchi galochka Garena rasmiy o'yinchilari galochkasi. Ularni odatda Free Fire razraботчиклari yoki Garena ofisida ishlaydigan o'yinchilar oladi. Обычный bizga o'xshagan o'yinchilar bunaqa galochkani ololmaydi. Bu galochkaga asosan qanday sovg'alar kelishini bilmadim, lekin ko'p Free Fire'ga chiqadigan narsalar oldindan bularga kelsa kerak. Bular test qiladi. Testdan o'tolmagani bizga kelmaydi. Bular o'zlari test qilib, natijalarni o'sha Garenaga yetkazib turadigan o'yinchilar bo'ladi. Demak, biz keyingi galochka turiga o'tamiz. Keyingi galochka Free Fire eSport o'yin galochkasi. Bu odatda o'sha Free Fire'ni real hayotda bo'lib o'tadigan turnirlarda qatnashadigan o'yinchilarga beriladi va buni oddiy o'yinchilar ola olmaydi. Keyingisi Free Fire content makerlarga beriladigan galochka. Bu galochkani olish uchun YouTube'da yoki TikTok'da 10 mingtadan oshiq aktiv auditoriya to'plash kerak va Garenaga zaявка qoldirsangiz va ular qabul qilsa, galochkani olishingiz mumkin. Bu galochkani olgan o'yinchilar SNG regionida ko'p va ular odatda har xil Free Fire keladigan jackpotlardagi naborlarni yoki bir skinlarni bepulga oladi. Agar bepulga olmasa, o'shalarni tushirib olish uchun bepul almazlar tashlab beriladi. Ularning hammasi Free Fire auditoriya to'plagani va Free Fire dunyosida content qilayotganligi uchun bo'ladi. Xo'sh, siz bu galochkani ola olasizmi? Albatta ola olasiz, agarda YouTube yoki TikTok'da 10 mingtadan oshiq auditoriya to'plashingiz kerak. Agar Instagramda bo'ladigan bo'lsa, 100 mingtadan oshiq obunachisi bor kanal ko'tarishingiz kerak. Albatta kanalingiz aktiv bo'lishi kerak. Agarda nakrutka bo'lsa, aytaylik 10 ming obunachingiz bo'lsa, lekin videolaringizni prosmotri kam bo'ladigan bo'lsa, Garena sizni qabul qilmaydi, galochka ola olmaysiz. Mehnatingiz kuygan qoladi. Demak, biz keyingi galochka turiga o'tamiz. Aslida bugungi video aynan shu galochkani olish haqida. Demak, biz asosiy mavzuga keldik. Xo'sh, bu galochka qanday? Bu galochka Craftlandda har xil o'yinlar yaratganligi uchun beriladi. Bu galochkani olgan o'yinchi menimcha SNG regionida yo'q, lekin boshqa, aytaylik Hindiston regionida bu galochkani olgan o'yinchilar juda ko'p. Aytaylik ko'pgina YouTuberlar ham olgan, ularni o'zim ham taniyman. Demak, bu galochkani qanday olish mumkin? Bu galochkani olish uchun hech qanaqa content qilish, obunachi to'plash, unaqa narsa kerak emas. Shunchaki Free Fire'ga kiring va Craftlandga kirib o'zingizni kartangizni yarating. Kartangizni yaratib bo'ldingizmi? Endi sizni darajangizni tekshirish vaqti keldi. Agar sizning kartangizda 5000 soatdan ortiq o'yinchilar o'ynagan bo'lsa, siz уже allaqachon boshlovchi ijodkorga aylandingiz. Va endi hali galochkani olish uchun siz afsonaviy ijodkor, ya'ni Creator Crown darajasiga chiqishingiz kerak. Buning uchun sizning kartangizda 100 ming soatdan ortiq aktiv o'yinchilar bo'lishi kerak. To'g'ri, bu sizlarga ko'p raqamga o'xshab tuyulyapti, lekin agar ko'p o'yinchilar bir vaqtda o'ynasa, bu 100 ming soat уже hech qanaqa ko'p vaqt emas. Galochka olish uchun har oy bittadan yangi karta chiqarish shartmi? Yo'q, aslida shart emas, lekin har 2 oyda bir chiqarish kerak. 3-oyda уже bu hisob bo'lmaydi, galochka yozib qo'yishlari mumkin. Yoki-da shu karta chiqarmasdan kartani yangilash kerak. Mazmunli yangilash kerak, ya'ni mazmunli yangilash nima? Kartangizga yangi daraja qo'shishingiz kerak yoki-da katta xatolarni tuzatishingiz kerak yoki-da bir yangi rejimmi? Mana shunaqa narsa qo'shishingiz kerak. Unda siz har oy karta chiqarishingiz shart bo'lmaydi. Nima? Boshlovchi ijodkorlar hech qanaqa sovg'a olmaydimi? Axir yangilarni qo'llab-quvvatlash kerak-ku. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Agar siz boshlovchi ijodkor bo'lsangiz, ya'ni sizning kartangizda 5000 soatdan ortiq o'yinchilar o'ynagan bo'lsa, siz har oy sovg'a olishingiz mumkin va sizni oladigan sovg'angiz kamida 1,5 ming almaz bo'ladi.
Ya'ni sizni darajangiz oshgani sari almazlar soni ham oshib boradi va Crown darajasiga chiqsangiz sizga 5000 ta almaz bersa kerak. Naqd pulsiz olmaysiz. Crown darajadagilar oladi va favorit darajadagilar oladi. Bilmadim, men naqd pulni bizda Esanga regionda beradimi yo'qmi, aniqini bilmayman. Tag'in kommentariyada negativ yozmanglar, lekin saytda shunday yozgan, naqd pul beriladi degan. Crowdfund tadbirlarda reklama. Albatta, ya'ni agarda event kelsa, sizni kartangiz albatta reklama qilib beriladi. Crowdfund galochkasi. Ko'rishingiz mumkinki, Crowdfund galochkasini afsonaviy ijodkor, ya'ni Crown darajasidan boshqa hech kim ololmaydi. Crown darajasiga esa boya aytganimday 100 ming soatdan ortiq sizning kartangizda o'yinchilar o'ynashi kerak. Agarda shu darajaga yetib borsangiz va nihoyat siz galochka olasiz, brat. Keyingisi eksklyuziv avatar. Albatta, avatarga oladi hamma darajadagilar, ya'ni siz eng past darajadagi kartangizni 5000 soat o'yinchilar o'ynagan bo'lgan taqdirda ham sizga albatta avatarka sovg'a qilib yuboriladi. Keyingisi onlayn va offlayn tadbirlar uchun taklif. Qachonki siz afsonaviy ijodkor darajasiga chiqsangiz, ikkalasi uchun ham taklif olasiz. Endi bilmadim, O'zbekistondan turib Hindistonga tadbir qurish uchun bormasangiz kerak, to'g'rimi? Albatta, o'zingizni fikringizni kommentariyga yozib qoldiring, bu men uchun qiziq shaxsan. Keyingi oxirgilari qo'shimcha xarita joyi va blok limiti oshiriladi. Ularni olish uchun ham sizda hali levelingiz pastlik qiladi. Biroz o'zingiz ustingizda ishlasangiz, kartangizda ko'proq o'yinchilar o'ynasa, keyin sizlarga ham bu narsalar ochiladi. Bu narsalar juda ham kerakli. Agarda biror marta bo'lsa ham karta yaratib ko'rgan bo'lsangiz, blok limiti va qo'shimcha xarita joyi juda ham qadrli ekanligini tushunasiz. Hozircha menda bor ma'lumotlarga qaraganda zaявка tashlash ochiq turibdi. Ya'ni agarda sizning kartangizda уже 5000 soatdan ortiq o'yinchilar o'ynagan bo'lsa, zaявка tashlashingiz mumkin. Zaявка tashlashda ham agarda sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosib, o'zingizning fikrlaringizni kommentariyaga yozib ketsalaring, zaявка tashlashda ham albatta video qilaman. Va agarda sizlar karta yasashda qiynalsalaring, men kelasi videoda birga-bir shu Crowdfundda birga-bir o'ynaydigan komnatani qanday yasashni men o'zim o'rgataman. Agarda shu videoni laykini 1000 tadan oshirib bersalaring, albatta shu mavzuda video bo'ladi. Endi bilmadim, ko'pchilik tushunmaydi. Agarda tushunmasalaring, mana shunaqa aktiv qilib bersalaring, albatta tushunarli qilib video qilaman, bolalar. Aytaylik, siz zaявка yubordingiz va agarda sizning zaявkangizni qabul qilishgan bo'lsa, sizning pochtangizga mana shunaqa ko'rinishdagi xabar keladi. Va agarda siz profilingizga qarab shuni tekshirib qarasangiz, sizga galochka kelganligini ko'rasiz, brat. Men bu video orqali siz 100% galochka olasiz deb sizni yolg'on gap gapirmoqchi emasman, lekin agarda sizda sabr bo'lsa, agarda harakat qilsangiz, mana shunaqa karta yaratib galochka olish imkoniyatlaring bor deb men mana shu videoni qilyapman. Va albatta kommentariyada ham ko'pchilik so'ragandi, mana shu galochka haqida. Hali Esingada ma'lumotli video umuman yo'q edi. O'zbek tilini aytmasak ham bo'ladi. Endi o'zbek tilida ma'lumotli video bor. Albatta mana shunaqa qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shu joyda biz videoni yakunlaymiz. Demak, kelasi video mavzusi agarda sizlarga qanaqa videolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha video mavzusini kommentariyaga yozinglar. Biz o'sha mavzuda video olishga harakat qilamiz. Siz King Fire kanalida bo'ldingiz. Barchangizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi videoni yakunlaymiz.